bilan yakun topmaganligimiz uchun sizlardan maslahat so'rashga majbur bo'ldim. Agar bu yoqda meni aybim bo'layotgan bo'lsa, uka yoki jo'ra, og'ayni, do'stim, seni aybing bor mana bunaqa joyda desangiz, men o'sha aybimni to'g'rilash maqsadida borib uzr so'rash kerak bo'lsa, uzrim so'rayman. Yana qilib berilishi kerak bo'lgan narsa bo'layotgan bo'lsa, men iloji boricha qilib beraman. 100% aybimni to'g'rilashga harakat qilaman. Va'da. Lekin u tomondan ayb o'tayotgan bo'lsa, ya'ni u kishi tomonidan ayb o'tayotgan bo'lsa, uni ham yozib qoldirsalaringiz, o'zim uchun tushunib olgan bo'lardim. Xullas sizlarga tushunarli bo'lishi uchun bo'lgan voqeani qisqa va lo'ndacha tushuntirib beraman. Biz mana bunaqa katta trassada emasmiz. Toshkentskiy trassada ham emasmiz. Biz 20-30 tezlikda yuriladigan probka jarayonida edik. Va o'sha 20-30, mayli 30 tezlikda desangiz ham, o'sha tezlikda keldimda u kishini urdim. 30 ham emas edi, chunki tormoz bosdim-da, polibon bosdim. 15-20 tezlikda urdim. Bagaj majlicha pachoq bo'ldi-da, ozgina pachoq bo'lganligi uchun men aytdim, salondan o'tib bir tepsa to'g'ri bo'ladigan narsa dedim. Agar u narsani xohlamayotgan bo'lsangiz, o'zimda ustam bor dedim. Men uchun tekinga ham qilib beradi bu narsani. Endi aka-ukachilik dedim. Yuring, men imtihonga kech qolyapman dedim. Yo'l-yo'lakay sizni qo'yib ketaman. Ishingizni bitirib ketaverasiz ham dedim. Pulidan o'ylanmang, o'zim beraman dedim. Yo'q dedim, men vaqtim yo'q hozir. Umuman to'g'ri kelmaydi dedi. Bo'lmasam men ketdim imtihonga, telefon nomerimni oling desam, yo'q dedi, pravangni ber dedi. O'sha pravangdan dedi, keyin men seni topa olmayman. Hay mayli dedim. Pravani berdim, telefon nomerimni berdim, ketdim. Bu kunsiga telefon qilyapti-da, yo'q deyapti, men seni ustangga bormayman deyapti. Men deyapti, o'zim usta topaman deyapti. Bo'ldi, gap yo'q dedim. Ustani xullas topgandan keyin men bilan gaplashtiring dedim. To'shda usta ishini qilib bo'lgandan keyin menga miyaga sig'maydigan nerealniy summani aytmasin dedim. Chunki hayotimda bo'lganda shunaqa voqealar. Bo'ldi, gap yo'q dedi. Usta bilan gaplashtirdi, usta bilan dogovor qildik. 3 kishi ham rozi. Jabrlangan kishi ham, jabrlatgan kishi men bo'laman shunda, men ham, keyin usta ham, hamma rozi. Bo'ldi, ishni boshladi. Usta ishini yakunlagandan keyin bordim, pulini berdim. Ipilis alohida mendan yana pul talab qilyapti. Boyagi bobo. Nimaga desam, eshigini mana bunaqangi regilovka zazorlari bir-biriga to'g'ri kelishi uchun, keyin razvali qochganligi uchun, xullas texnik nima nosozligi bo'layotgan bo'lsa, hammasi men bo'ynimga qolib qolyapti o'zidan-o'zi. Eshigini tashqaridan ochilayotgan ruchkasini sinishiga meni nima aloqam bor bunga? Bu siniqqa qarasa borku, odam o'zi 3 yilmi, 4 yilmi oldin sinib ketganda u narsa o'zini ehtiyotkorsizligidan. Men aybimdan emas u. Xullas nima demoqchi bo'lganimni qalban tushunib turibsiz-ku. Konkretni so'zma-so'z tushuntirib bera olmayapman-da. Men aytdim, bo'ldi dedim, ularni ham qilib beraman, malamujur qilmaylik dedim. Shunda mendan rozi bo'lasizmi dedim. Yo'q deyapti, unga ham men rozi emasman deyapti. Nima yana desam, men deyapti, o'sha kichkina pachoqcha bo'lgani uchun ishga chiqa olmadim deyapti. Оказывается, u pachoqchani ishga umuman aloqasi yo'q. Miyaga bu narsa trejda sig'maydi-da. Ishga chiqavering, kim sizga ishga chiqmang dedi dedim. Yo'q dedim, men qanday ishga chiqardim? Boshim deyapti, mana bunday